Qo'qon shahar hokimi O'zbekiston xalq rassomi Xurshid Ziyoxon bilan muloqot qildi. Xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali tadbirlari doirasida Farg'ona viloyat hokimining o'rinbosari Xurshidjon Ahmedov ishtirokida bo'lib o'tgan muloqot chog'ida shahrimizda madaniyat va san'at sohasida erishilayotgan natijalar, Qo'qon shahrining boy madaniyati va tarixi xususida so'z bordi. Samimiy muloqotdan so'ng Xurshid Ziyoxon shahrimiz san'at ixlosmandlariga o'zining sharq kubizmi yo'nalishida yaratgan asarlarini tuhfa etib, Qo'qon shahridan kelajakda yana ko'plab yangi iqtidor egalari yetishib chiqishiga ishonch bildirdi. Shaxsan Ma'ruf A'zam bilan uchrashdik. Nima uchun? Chunki ular juda ham san'at ahliga, ularni rivojlanishlari uchun, yangi loyihalarni yaratish uchun ko'p imkoniyatlar yaratayotganlarini eshitib keldik. Mana bugun Xurshid Ziyoxon, ya'ni O'zbekiston xalq rassomi ularga o'zlarini sharqona kubizm yo'nalishida yaratgan asarlarini sovg'a qildilar. Bu ham bejiz emas, chunki mana hozir biz art rezidensiyalarini ko'rib, kelasi yillarda xalqaro miqyosda har xil loyihalarni tashkil etishni niyat qilib qo'ydik o'zimizga, chunki bugungi davrda biz yangi O'zbekiston zamonida yashayapmiz va 3-renessans degani bu bejiz emas, chunki bu yerda ko'proq insonni qadri ulug'lanishi kerak.